Mana bu ayolning ismi Melania Trump. Ha, u hozirgi AQSh prezidentining rafiqasi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi xonimi hisoblanadi. Va u haqida ham Epstein fayllar ichida ma'lumot va suratlar bor. Fayllarda e'lon qilingan emaillardan birida aynan Jeffrey Epsteinga aloqasi bo'lgan insonlar orqali Trump va Melania uchrashganligi aytiladi. Bu ma'lumotlar Epstein fayllari ichida bor. Ammo shuni aytib o'tishim kerakki, bu ma'lumotlarni iddao qilishmoqda va men shaxsan qo'lim bilan ushlab, ko'zim bilan ko'rmaganman. Buni aytishimdan maqsad esa Melania xonim bir necha yil avval Donald Trumpning uzoq yillik biografi ayni shu haqiqatni bir nechta podkast va video materiallarda aytganligi sababli uni sudga bergan va ma'naviy va moddiy zarar uchun $1 milliard talab qilgan. Albatta u paytda Epstein fayllari ochiqlanmagandi. Xullas kalom, mana ko'rib turganingiz bu xuddi o'sha aytilgan email. Unda ismi yashirilgan shaxs Jeffrey Epsteinga xuddi shu emailni yuboradi va unda aytilishicha, men Donald Trump bilan Floridaga uchganman va u yerda turgan vaqtimizda Melania bilan Donald Trump ko'rishgan va u, ya'ni Donald Trump Melaniaga nisbatan shunday so'zlarni ishlatgan. Wow, what a hot piece of ass. Buni o'zbekchasini aytolmayman, uzr. Melania Trump bir qaraganda juda ham oddiy bo'lgan bu ma'lumotni nega ommadan yashirgan desangiz, bir necha yillar oldin Jeffrey Epstein pedofiliyada ayblanib, bu ma'lumotlar ommaga ma'lum bo'lganidan keyin Jeffrey Epsteindan siyosiy va iqtisodiy maqsadlarga ko'ra uzoqlashish jarayonlari boshlangandi va bu istalgan ommaga mashhur bo'lgan insonlar uchun asosiy yo'l bo'lib qolgandi o'sha paytda. Va hozirgacha ham. Ya'ni Jeffrey Epsteinga aloqador bo'lishlik ularni pedofiliyada ayblanish ehtimoli yoki omma nazarida juda ham reytinglarining tushib ketish ehtimoli bo'lardi. Bu albatta Melania Trumpning shaxsiy brendi uchun va albatta uning turmush o'rtog'i Donald Trumpning reytinglari uchun juda yomon ta'sir ko'rsatgan bo'lardi. Shu sababli ham bu ma'lumotlarni u ommadan yashirishga va bu narsalarni ochiqlamoqchi bo'lgan insonlarni esa sudga berishga harakat qilgan. Adolatli bo'lishi uchun Melania Trump hozirgacha ham Donald Trump bilan boshqa joyda ko'rishganligi, KitKat Club deb nomlangan joyda ko'rishganligini aytib keladi. Ba'zi manbalar esa aynan Melania Trump Jeffrey Epstein bilan ishqiy munosabatlarda bo'lgan degan iddaolarni ham qilishmoqda. Ammo bu bo'yicha menda hech qanday isbot va dalil yo'q. Shu sababli ham bular iddaoligicha qoladi.